Bugun 31 may kuni Qirg'izistonning O'sh viloyati Aravon tumani Tog'uz-Buloq aholi punktida qurolli hodisa sodir bo'ldi. Bu haqda Knews mamlakat chegara xizmatiga asosan xabar tarqatdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, chegara naryadi chegara yaqinida O'zbekistonning 2 avtomashinasini aniqlagan. Haydovchilar chegarachilarning to'xtash haqidagi talabini e'tiborsiz qoldirishgani iddao etilmoqda. Chegara naryadi havoga qarata ogohlantirish o'qi uzgan. Biroq mashinalar to'xtamagan va Qirg'iziston naryadi qurol qo'llagan. Avtomobil g'ildiraklariga qarata o't ochilgan. Natijada O'zbekiston fuqarosi yaralangan. U O'zbekistonning Marhamat tumani kasalxonasiga olib ketildi. Qayd etilishicha, hodisa yuzasidan Qirg'iziston davlat chegara xizmati raisi va O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni bilan telefon orqali muloqot bo'lib o'tgan. Unda idoralar rahbarlari chegarachilar vakillarini hodisa yuz bergan joyga qo'shma surishtiruv ishlarini amalga oshirish maqsadida yuborish haqidagi qarorga kelishgan. Tafsilotlarni aniqlashtirish maqsadida Qirg'izistonning O'sh viloyati bo'yicha chegara vakilining O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining Buloqboshi yo'nalishi bo'yicha chegara vakili bilan uchrashuvi bo'lib o'tmoqda.